bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Meni quloq soling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Boshqalarning o'yiga pisand qilmaslik sen qilgan eng yaxshi tanlash bo'ladi. Birodar, mening qarshi elinadigan odam bo'lg'im bor. Mana bu asosiy ko'z qarash. Bilaman sening osh qaltis bolalarga, ularning yangi kiyinishlariga, boshqalarning ularga diqqat qilishlariga, ularning muzikani bo'lishini qo'yib yetib, har xil yig'ilishlarga qatnashishlarga qarab, shularga o'xshash odam bo'lgan keldi, shundaqmi? Shundaq, ba'zi vaqt sen o'zingni o'lchamga yetmagandek his qilsan, to'g'rimi? Sana desam, sana hozir yetarlik. Sen faqat birla. Sening ajiba nusxalangan bir hayotni yashag'ing bormi? Sen tug'ilishingda boshqalarga o'xshamaysan. Sen to'pqa qo'shilib ko'pchilikning qarshi elinishiga erishimsan bo'ladi. Bu sifatning yuqorligidan derak bermaydi. Biroq men tushunaman. Bizning turmushimizdagi talillarcha dunyoimizga qarab baq. U allaqachon xosligini yo'qotgan. Ba'zi odamlar saxtapaz bo'lgani uchun so'yiladi. Ba'zi odamlar samimiy bo'lganligi uchun ayblanadi. Ammo sen yanada samimiyatini saqlab qolishing kerak. To'xtab qolma. Chunki odamning haqiqiy o'zi bo'lib haqni bezor qilishi, yasalmalik qilib haqni yaxshi ko'rishga erishgandan ming yaxshi. Shon sen navoda to'pqa qo'shilmasang, mukammal bo'lmasang nima bo'pti? Sen almas mutaxassisning qanday qilib almasning rost yolg'onligini ayiradiganligini bilamsan. Yolg'on almas nəhayət mukammal, rost almasning nuqsonlari bo'ladi. O'xshash qoida, saxtapaz odam ko'rinishidan intayin mukammal bo'ladi. Haqiqiy samimiy odamlarla xatolik o'tkazib turadi. Texnik kamchiliklarim bor. Sana desam, eng qaltis odamlar o'zining qaltis yoki qaltis emasligiga uncha e'tibor qilmaydi. Ash qaltis yoki emasligiga nəhayət e'tibor beradigan odamlar nəhayət ichinishliq. Ular uyga qaytgandan keyin o'zining qarshi elinganligiga asosan o'zini rozi bo'lmaydi. Boshqalar seni yaxshi ko'rgan vaqtda sen haqiqiy baxtning yanala sening o'zingni yaxshi ko'rganligingdan kelganligini his qilsan. Men qarayman. Bizning o'xshash hikoyamiz bor. Men senga o'xshash xijilchan bola edim. Ilgari menmi boshqalarning meni yaxshi ko'rishini istaydim, lekin amalga oshmadi. U vaqtda men davomli o'ylandim. Nima uchun? Nima uchun texnik ko'p odamlar meni yaxshi ko'rmaydi? Keyin men tegiga yetdim. Ba'zi vaqtda olam sening erishmoqchi bo'lgan narsaning sana ziyonkashlik qilishidan qo'g'daydi ekan. Mening qarshi elinishga erishamasligim menga o'zimni chiniqtiradigan nurg'un vaqt berdi. O'zim uchun zehnimni qo'ratgan shu vaqtdan boshlab hamma o'zgardi. Men jur'atga kelib haqiqiy o'zim bo'lgan vaqtimda kishilar meni izlashga boshladi. Men o'zimning o'lchamga yetganimni bayqadim. Xuddi shuningdek, senmi allaqachon o'lchamga yetding. Hech kim sening kechirmishlaringni beshidan o'tkazib boqmadi. Hech kim sening hikoyangni so'zlayolmaydi. Şuna beşini götür, başkalarını görsətin berişin deb çırğını xirələşdirib qoyma. Özünün nurunu sayı astığı yoşurma. Qadr qiymətingni abroyunğa tigişmə. Sen hazır qarşı elinishga erişəmisanmı, aman bir günü uluq adamga aylanaysan. Sen hazır dan qazanmasliging mumkin, ammo aman bir günü başqalar oldida qiymətingni tapsan. Şuna eng yaxşisi özüngə məbləğ sal. Bu adamlarning sana bo'lgan ko'z qarashidan ansirma. Texim ko'p odamlarni o'ylashma. Chunki texim ko'p sonli odam boshqalarning sana bo'lgan ko'z qarashi orqali sening qandoqligingga hukm qiladi. Kishilar bu xil odamlarga xuddi e'tibor kartasiga muomala qilgandek muomala qiladi. U odamlarni turmushidan tepib chiqarib. E'tiboringga olma. O'zingga diqqat qiladigan vaqting keldi. Balkim sen hozir bayqayamasliging mumkin, biroq 5 yil ichida bu moda narsalarning hammasi muhim bo'lmay qoladi. Yillar bu moda iqimlarni oxirlashtirib mangadi. Sen nimani yaratding? Qandaqroq odam bo'lding? Kelgüsün mana mushundaq davomlashadi. Shunlashqa o'zining hikoyasini boshqalarga yozdirma. Sen davomli boshqalarning ko'z qarashiga e'tibor bersan, mangu boshqalarning soyasi bo'lasan. Sen ularga qaraganda qaysar, shunga o'zining kimligini unutib qolma. Sen kim? Bu savol seni texim ulug' qiladi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanma, bal qo'yib etma. Her qandaq ishqa cho'qim bir amal var.